beradi. Quridi. Farqi bormi? Menimcha ozroq bor deb o'ylayapman. Qarish yo'qoldi. Ko'zim ancha yumshoq bo'lib qoldi. No, 1-2 kun ishlatib ko'raman. Agar realni yaxshi bo'ladigan bo'lsa, yana zakaz qilaman. Bugun darsda chongi bisa bo'ladi. Chongi bisa bu ibora musobaqasi bo'ladi. Ibora musobaqasi. Короче, bunga bugun tayyorlanishim kerak. 4 ta paragrafni yaxshilab o'qishimiz kerak. Bitta paragrafning o'zida 100 ta ibora bor. Men o'ylayapman, buni qanday yodlasam ekan debdi. Bilayotganim bir 70 ta 80 ta bo'lib qolishi mumkin. No, 100 tani, ya'ni har bitta paragrafda 400 ta deb hisoblaylik. 400 ta ibora, girls. Men не потянусь. No, shuning uchun bu ertaroq turishga harakat qildim. To'shda bu повторение qilish uchun kechaga chuqur повторение qilishga anaqa kuchim qolmagani, finish it bo'lib uxlab qoldim. Soat 2:30 da uxlab, soat 6:30 da turdim. Ikkitadan odam bo'ladi. Meni bitta yaqin dugonam bor edi, xonadoshim. U bilan bo'laman deb o'yladim. To'shda har doim nimadir homeworklar yoki nimadir musobaqa bo'lsa, u bilan har doim birga edim. Lekin cho'ta bu safar u bilan davay Messi deganimda menga shunday dedi, to'shda men boshqasi bilan birgaman dedim. Men oh my god, what's happened dedim unga. Men uni tanlab qo'ydim. Sho, hammasi anaqa dedi, asabim buzildi. Namlik dugonam bilan odatda har bir homework yoki esa qandaydir musobaqa bo'lsa birga bo'lardik, lekin bu safar men undan ozroq xafa bo'ldim, chunki u boshqa qizni tanladi, lekin shuni menga aytib qo'yish esdan chiqdi. Men boshqa qizdan eshitib bilganimdan keyin undan so'radim. Da shunaqa dedi menga, men shunaqa dedi, qarang. Da shunaqa dedi. Men qotib qoldim, nima deyishni bilmadim. Okay, it's your choose dedim, ya'ni bu seni anaqa tanloving dedim. Keyin men ataylab asabim buzilgani uchun Banjongni tanladim, ya'ni sinf sardorimizni tanladim. U почти метис, ya'ni половина кореец, половина китаец. Sinfimizda почти 99% xitoylik desam ham bo'ladi. Bitta men yagona O'zbekistondanman. O'shanda ham ba'zida qiyin bo'ladi realni, chunki ular o'z ona tilisini bilib turib, ularning ikkinchi ona tilisi yoki metislar o'z ona tilini bilib turib, yana o'qiyotgan shu yo'nalish bo'yicha. Men inostransman deb o'zimni hisoblayman, lekin ularni inostrans deb hisoblamayman. Banjong bilan, ya'ni sinf sardori bilan musobaqaga birga qatnashamiz. Ataylab anaqa qildim, shuning uchun yaxshilab повторение qilishim kerak. Menga omad tilaylar. Inshaalloh yaxshi bo'lsa hammasi. Ozroq hayajon bor. Qanday o'tadi, qanday bo'ladi bilmayman. Joy kitobni aytib o'tmoqchiman. O'qib chiqishlaringizni tavsiya qilaman. Men полностью o'qib chiqqanim yo'q. Yarim betiga keldim. Nomi Qulog'im senda qizim. Juda ajoyib kitob. Men o'zim bilan O'zbekistondan olib keldim. Hozir yarmini o'qidim. Juda o'qishga arziydigan kitob. Okay, birinchi kitob o'qib olamiz. Keyin esa ibora musobaqasiga tayyorlanamiz. Ish qilib hammasi yaxshi bo'lsin deb. Okay, esa ketdik. Men ibora musobaqasiga ham tayyorlanib oldim. Полностью emas, no, hech bo'lmasa yarim bo'lsa ham yaxshilab tayyorlanishga harakat qildim. Hozir почти 10 minutmi, 15 minut vaqtimiz bor. Darsga borishim kerak, lekin birinchi bo'lib bugungi ajoyib kunni kofe bilan boshlash niyatim bor. To'g'risini aytsam, kofe biroz zarari ham bor. O'zi kofe ichmaslikka harakat qilyapman. Haftada hech bo'lmasa 2-3 marta ichishga harakat qilaman. To'g'rida bu ko'p ichib qo'ymasligi uchun o'zimni nazorat qilishni boshlamoqman. Hozir emasam men bilan birga kofe olib darsga ketdik.506大包，谢谢。鸡肉，什么？一个青菜包子，还有一个鸡肉包子，可以吗？可以。啊，好的。所以我们常用的就是这些啊，音乐啊，中间这个旋律、歌声，对不对啊？Bugun ibora musobaqasi bo'lmadi. Kun men adashibman. Короче, keyingi hafta bo'lish kerak ekan. Men bir haftaga adashibman yaxshigina.
dars tugagandan keyin biroz video olmoqchi edim, lekin dars vaqtida telefonim o'chib qoldi. Shunga keyin ololmadim. Keyin yotoqxonaga qaytib biroz uxlab olishga qaror qildim, chunki soat 6:30 dan 9 gacha, kechki 6 dan 6:30 desa ham bo'ladi. 6:30 dan to rovno 9 gacha darsim bor. Undan keyin esa vaqtim bo'lsa ovqatlanaman, keyin undan keyin talabalarimga dars o'taman. Men hali obed qilganim yo'q, shunga hozir pastga tushib biron narsa sotib olishga qaror qildim. Boshda ovqat qilmoqchi edim, lekin qarasam 1,5 soatning ichida ulgurmasligim aniq, chunki 1 soatning ichida o'zi ovqatingizga vaqtingiz ketib qoladi. Shuning uchun pastga tushib biron narsa sotib olib ovqatlanishga qaror qildim. Tamom, hali ham ovozi menga qandaydir yoqmayapti. G'idir bo'lyapti-da. Shu suv ichdim, o'zim yancha keldim. 2 soat, 1,5 soat uxlagan bo'lsam ham ko'zim hali ham qizil. Yaxshi to, что ba'zida obedda uxlab olish kerak, agar vaqtingiz bo'lsa. Chunki bugun shu bilan soat 1:30 da yoki 2 da uxlayman kechasi. Shuning uchun obedda hech bo'lmasa 2 soat uxlab oldim o'zimga kelish uchun. Hozir pastga tushib ovqatlanib olamiz. Ovqatlanib bo'lganimdan keyin darsga ketamiz. Aytgancha bugun ekzamenim bor. Miyamga kelyapti-da, asta-sekin xabarlar kelyapti. Bundan buni qilishing kerak, undan buni qilishing kerak va bundan bunaqalarni qilishing kerak-da. Ba'zida вообще bum bo'ladi. Hali audio ham yuborishim kerak. Kulturli festivalga qatnashyapman boshqa universitetda. Bu bo'yicha boshqa kun alohida video olishga harakat qilaman. Ekzamenim bor. 期中考试, ya'ni bizda ikkita ekzamen bor, 期中 va 期末. O'rta va oxirgi ekzamen hisoblanadi va bugun o'sha ekzamenimdan kompyuterda test bo'ladi, o'shani topshirishimiz kerak. Undan tashqari ertaga ham ekzamen bo'ladi, ufalu, ya'ni qonundan. Bu ham bizni majburiy fanlarimizdan biri edi. Ufalu darsimdan ekzamen bo'ladi va unda ikkita turda ekzamen bo'ladi. Birinchisi fanyan, ya'ni PPT qilib gapirib berish kerak. Ikkinchisi esa yozma. Men yozmani tanlay qoldim. Shunisi menga qulayroq. Ikkalasi ham yaxshi-ku, yozma yaxshiroq deb ko'pchilik yozmani tanlayapti. Shuning uchun men ham yozmani tanlashga qaror qildim. Bitta xonadoshim yozma tanlama, og'zaki tanla deyotgani, bittasi esa yozma tanla deyotgandi. Bir yana surishtirishim kerak. Shunga qarab ish tutamiz, girl. Aytgancha yangi tirnoq qildirdim, takoy tirnoqimni o'ziga qildirdim, просто lak surtdim. Takoy просто elegantlik qilishga harakat qildim, ko'p ko'zga tashlanmaydigan. Просто ozroq qo'limga manikyur ham qildirdim, keyin undan tashqari shu anaqa tirnoqim qildim. Takoy milashka. Anor bor-ku, bilasizlarmi? Anor uslubidagi bitta qizni tirnog'i shunga o'xshaydi, shuni yaltiroq anaqa fasoniga o'xshaydi. Takoy. Sizlarga maqtamasam kimga maqtanaman? Okay. Hozir pastga tushaman. Labimga qarasam, labim slishkom bu yerda biroz pushtiroq, oynada как-то oppoqda. Shunga biroz bo'lsa ham rang anaqa qo'shib qo'yay. O'zim xitoyliklardan farqim qolmabdi. Oynada ozroq qizargan, bu yerda undan ham вообще qip-qizilga o'xshab qolgan. Oh my god. Hozirni topshirdim. Birinchi ekzamen topshirdim. Ura! Va 80 ballga topshirdim. Bizda kompyuterda bo'ldi. Avtomatik necha ball olganingiz chiqdi. 80 ball. Bu 5 ballga to'g'ri keladi. Bizda anaqamizga 75 ball esa 4, 80 esa 5. Xursandman. Короче, pastga tushib ovqat oluvdim. Ovqatlanishga vaqtim bo'lmadi-da. Endi yeva desam vaqtni ko'ryapman. Tilimni ham kuydirib oldim. Issiq ekan ovqat.
issiqligini bilaman. No, vaqtga qarab tez yetgandimki, birdaniga esimga tushdi. Ekzamenga borishim kerak. Уже 15 minutmi, 20 minut vaqt qolgan ekan. Tez krossovkamni kiydimda yugurdim va topshirdim. Xudoga shukr. Va 80 ball oldim. Bitta ekzamen topshirdim. Inshaalloh hamma ekzamenlarni yaxshi topshirib olay. Bu birinchisi boshlanishi. Boshlanishidan o'ta xursand bo'lib ketmang, chunki yana meni 8 ta ekzamen kutib turibdi. Xursandmanmi? Unchalik emas. Hozir bu hafta 2 ta yo menimcha 2 ta ham bo'lishi mumkin. Bitta ekzamen, bitta ekzamen topshirdim. Yana 2 ta yoki bitta ekzamen topshiraman. Keyingi hafta va undan keyingi hafta, ya'ni noyabr oyi o'sha o'rta ekzamen topshirish vaqti. O'rta ekzamen topshirish vaqtida biz darsga borishimiz shart bo'ladi. Faqatgina shu oxirgi imtihonga, ya'ni yakuniy imtihon kelgandagina bizga teacherlar darsni to'xtatishadi va darsni yakunlab bo'lishib, bizga почти bir hafta vaqt berishadi ekzamenga tayyorlanish uchun. Hozirgi ham sho'rovni ekzamen. Men ekzamen topshirib bo'lgach, bizda предложение bor sport fani bo'yicha, ya'ni yugurishimiz kerak. Bitta 30 marta bo'ladi. Bitta yugurishimiz 2 kilometr, 2 kilometr yugurishimiz kerak. Hozir ekzamen topshirib bo'lgach yugurmoqchi edim, no qarasam предложение ham qotib qoldi avtomatik. Menimcha из-за того, что stadionda juda ham odam ko'p edi. 100 dan oshiq odam, reально talaba juda ko'p edi. Shuning uchun toza havodan bir 20-25 minut atrofida aylanib, miyamni tozalab oldim bugungi ajoyib kundan va shu qatorda o'zimga kelib oldim. Mana shu ajoyib havodan. Havo juda ham yaxshi. Va nihoyat endi havo ancha yaxshi. Kechasi bir sovuq bo'lyapti, ertalab esa issiq bo'lyapti. Havo bizda juda ham ajoyib o'zgaruvchan va shu qatorda bugun ekzamenni birinchisini topshirib va bugun ajoyib harakat qilganim uchun o'zimni takoy shirinlik bilan naycha bilan o'zimni mehmon qilishga qaror qildim. O'zbek summasida shuncha bo'ladi. Bilaman, biroz qimmat, no men bunga arziyman deb o'ylayman, chunki bugun bu ekzamenni men o'ylayotgandim, qanday topshirsam ekan deb, chunki domlamiz birdaniga ancha material tashigandi. Men bir 10-15 tasini ko'rib o'rganib chiqqandim. Keyin topshirdim. Xitoy madaniyat fani edi. Hammasini topshirib bo'lganingizdan keyin qalbingiz takoy tinch bo'ladi. Hozir endi o'zimni mehmon qilib bo'lgach, 1 soatdan keyin уже talabalarimga dars o'tish vaqti bo'ladi. Va ekzamen haftasi bo'lgan vaqtda ham men talabalarimga dars o'tishni to'xtatmayman va bugun 2 ta gruppaga dars o'taman. Menga omad, emasam biroz dam olib olamiz.